15 yil bo'ldi. O'zbeklar qirg'ini qanday ro'y bergandi? 2010-yilning iyun oyi Qirg'izistonning janubi. Mahalliy qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida etnik mojaro chiqdi. O'sh voqealari nomi bilan tarixga kirgan ushbu nizo oqibatida 500 ga yaqin inson halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni 1000 dan oshdi. Qo'shni O'zbekistonga qochib o'tganlar soni esa 100 mingdan oshdi. Bundan tashqari 3,5 mingdan ortiq ko'chmas mulk vayron qilindi. Shundan atigi 275 tasi davlatga tegishli. Qolgan katta qismi esa mahalliy aholining boshpanasi edi. Ushbu statistika voqeaning ko'lamidan dalolat. Yongan uylar, qonga belangan qo'llar, yaqinlaridan ayrilgan insonlar. Ushbu fojiaga 15 yil to'ladi. Biroq o'sha dahshatlardan jovdiragan ko'zlar haligacha ko'p savollarga javob topa olmagani aniq. Oradan yillar o'tganiga qaramay, Qirg'izistonning bugungi hukumatati 2010-yil voqealarining sabab va omillariga aniqlik kiritishga qaror qildi. Mamlakatning amaldagi prezidenti Sadir Japarov ko'rsatmasi bilan o'sha davrda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha qayta tergov boshlandi. Ishni esa Kamchibek Tashiyev raisligidagi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi olib bormoqda. Japarovning ushbu ko'rsatmasidan so'ng Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari Kurmanbek Bakiyevdan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan va muvaqqat hukumatni boshqargan sobiq prezident Roza Otunbayevaning panjara ortiga tushishi mumkinligi haqida bong ura boshladi. Bundan tashqari Japarov va Tashiyevning ushbu harakatlaridan xavotirga tushib olgan Otunbayevaning o'zi bu ikkovlonni O'shdagi qirg'inning qora qutisini ochmaslikka chaqirdi. Aks holda uning ham aytar gaplari borligi, yaxshisi hozir hukumatda turganlar vaqti kelganda tinch ketish va mamlakat birligi haqida o'ylashi kerakligini aytib chiqdi. Xo'sh, Otunbayeva o'zi kim va nega unga qamoq jazosi xavf solishi mumkin? O'shdan chiqqan ayol prezident. Roza Otunbayeva qirg'izistonlik siyosatchi. Uning yoshligi O'sh viloyatida o'tgan. Maktabni ham oltin medalga aynan shu viloyatda tamomlagan. Qirg'iziston Oliy sudi sudyasining qizi Roza Moskvada o'qidi. Germaniyada amaliyot o'tadi. Uning siyosatdagi karyerasi ancha erta boshlandi. 44 yoshida qirg'iz qiz mamlakat tashqi ishlar vaziriga aylandi. Keyinchalik bir muddatga bo'lsa-da mamlakatni boshqarishga ham muvaffaq bo'ldi. Roza Otunbayeva mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasidagi birinchi ayol prezident. 2010-yilning yozida Qirg'iziston janubida bo'lgan o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi etnik mojaro aynan u ulg'aygan viloyat O'shda, aynan uning prezidentlik davrida yuz bergan. O'sh desa yosh kattalarni eti jimirlaydi. O'shda o'zi nimalar bo'lgan? Dastlab voqealar rivoji Qirg'izistonda 2010-yilning aprel oyida bo'lib o'tgan davlat to'ntarishi bilan boshlandi. Hokimiyatdan ag'darilgan Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev Belarusdan siyosiy boshpana so'rab mamlakatdan qochib ketdi. Roza Otunbayeva boshchiligidagi muvaqqat hukumat prezidentsiz qolgan Qirg'izistonda hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Bu esa mamlakatdagi siyosiy vaziyatni o'nglamadi. Aksincha, millatlararo to'qnashuv vujudga keldi. 2010-yilning iyuniga kelib Qirg'izistonning O'sh, Batken va Jalolobod viloyatlarida mahalliy o'zbek va qirg'izlar o'rtasida keng qamrovli mojaro sodir bo'ldi. Ko'plab manbalarda 2010-yil may-iyun oylarida Qirg'izistonning janubida yuz bergan ayanchli voqealardan asosan o'zbek millatiga mansub aholi jabr ko'rgani aytiladi. Negaki O'sh va Jalolobod viloyatlari aholisining katta qismini o'zbeklar tashkil qiladi. Tartibsizliklar payti voqea joyida bo'lgan ko'plab qirg'izistonliklar ushbu ikki hududdagi yirik bosqinni bevosita millatchilik bilan bog'lashdi. 2010-yilgi voqealarda O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklarning uylari vayron qilingan. Odamlar tiriklayin yoqilgan, hattoki beshikdagi bolalarga ham rahm qilinmagan. Bu voqealarga Qirg'iziston armiyasi va boshqa kuch ishlatar tuzilmalar ham qarshilik ko'rsatmagan. O'zbekistonning tutgan pozitsiyasi 2010-yilda yuz bergan inqiroz O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov uchun qaysidir ma'noda yangilik emasdi. U bunday favqulodda vaziyatlarga oldin ham guvoh bo'lgan. Ushbu davrda O'zbekiston SSRga rahbarlik qilgan
Islom Karimov yuqoridagi holatlarning guvohi bo'lgan. 2010-yilga kelib mustaqil O'zbekistonning prezidenti Islom Karimovning o'zi bunday siyosiy imtihondan o'tishga to'g'ri keldi. Qirg'izistonning janubida qirg'inga uchragan o'zbek millatining yuz minglab vakili O'zbekiston tomonga qochib o'tgan. O'zbekistonning o'sha vaqtdagi hukumati ular uchun Andijon viloyatida vaqtinchalik maxsus lagerlar tashkil qilgan. Yashash uchun kerakli bo'lgan barcha birlamchi manbalar bilan ta'minlangan. Karimovning oldida Qirg'iziston tomonidan kelganlarga yordam ko'rsatish, boshpana berishdan ham ko'ra og'irroq vazifa bor edi. Tabiiyki, bunday paytda O'zbekiston aholisi orasida Qirg'izistondagi millatdoshlari va ko'pchilikning qarindoshlari qirg'inga uchrayotgani haqidagi agressiv xarakterga ega xabarlar tarqalgan. Karimovning vazifasi esa O'zbekistonda yashovchi o'zbeklarga chegarani buzib, Qirg'iziston tomonga o'tish va o'shdagi mojaroga qo'shilishga yo'l qo'ymaslik bo'lgan. Bu vazifa esa a'lo darajada bajarilgan. Atumbayevaning o'zi Karimov namoyish etgan xarakterni donolik darajasida quyidagicha olqishlagan. 2010-yil 11-iyun kuni men Karimov bilan gaplashdim. U chegarani yopishni va hech kimni o'tkazmasligini aytdi. Ularning orasida ham qarindoshlariga, millatdoshlariga yordam berishni istagan ko'plab vatanparvarlar bor edi. Agar ular Qirg'izistonga o'tganida Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida urush boshlanishi mumkin edi. Karimov buni sezdi va to'g'ri qaror qabul qildi. Ularning orasida qaroqchilari, nazoratsiz guruhlari ham bo'lgan. Ammo Karimov bunday mojaroning oldini olishga muvaffaq bo'ldi. U Qirg'izistonga o'sha vaziyatdan chiqishi uchun sharoit yaratib berdi desam adashmayman, degan edi Atumbayeva. Tagiga yetilmagan tekshirlar. 2010-yilning iyunida yuz bergan etnik mojarodan so'ng o'sha davrda bosh vazir, keyinroq prezident bo'lgan Almazbek Atambayev va o'tish davri prezidenti Ro'za Atumbayeva Jalolobod va O'sh viloyatlarida sodir bo'lgan millatlararo to'qnashuvning asosiy tashkilotchilaridan biri o'zbek diasporasi rahbari Qodirjon Botirov bilan uchrashgani tasdiqlangan. Muvaqqatchilar to'qnashuvlarning asosiy qo'zg'atuvchisi sifatida tan olingan o'zbek jamoatchiligi rahbari bilan mojarodan oldin uchrashgani haqiqatdir. Ammo mamlakat rahbariyatining hech biri javobgarlikka tortilmadi. Bundan tashqari o'zbek rahbarlari qochib ketganligi uchun hech kim jazolanmadi. Boshlangan ishni oxirigacha yetkazish va xolis baho berish kerak, degandi Tashiyev. Xulosa o'rnida shuni qayd etish kerakki, milliy bo'ladimi yoki xalqaro, har ikki komissiya ham Atumbayeva rahbarlik qilgan muvaqqat hukumatni siquvga olgan. Uning harakatsizligi va qobiliyatsizligini o'zining tergov ishi hisobotida qayd etgan. O'sha davrda ham Ro'za Atumbayeva boshchiligidagi hukumatni ushbu etnik mojaroda aybdor deb hisoblagan Kamchibek Tashiyev bugun qaysidir ma'noda suvdan quruq chiqqan laqqa baliqlarni jazolash imkoniyatini qo'lida tutib turibdi. Voqealar rivojini birgalikda kutamiz.